boshqa sportlarga kelib, Ahmadjonga o'xshab shug'ullaning. Hammamiz ota-onalar birinchi o'rinda mas'ullar. Bolalarga e'tiborliroq bo'lib, mana sportdan faqat ota-onalarga yaxshi gap keladi, yaxshi so'z keladi. Shuning uchun kelajakda mana bizni bayrog'imizni mana Muhammadjon hozir Tailandda bo'lib o'tgan musobaqada, Tailand kubogi bo'lib o'tgan musobaqada salkam Osiyo chempionati. Hamma davlatlar o'sha yerda mana Malayziya, Singapur, butun davlatlar, shu yonidagi davlatlar hammasi mana Indoneziya davlatlari hammasi ishtirok etdi. Shuning uchun kelajakda Xudo xolasa Muhammadjonga kim o'xshayman desa, mana shu musobaqalarda, nufuzli musobaqalarda yutib, shu darajagacha bizni bayroqlarimizni o'sha chet ellarga ham ko'tarib, mana shu yerga kelib, mana shuncha odamlarning hurmatini qozonib, hurmat qozonish juda qiyin. Juda qiyin. Lekin hurmatni yo'qotib qo'yish 1 minut yo'qotib qo'yish. Shuning uchun hurmatni qozonish kerak. Iloji boricha ko'proq. Maktabda ustozlar bor. Hurmatli ustozlarni hurmat qilib, sport sohasida ustozlar, otangdan ulug' edi. Otangdan ulug'. Shuning uchun shu narsaga biz amal qilamiz. Bir-birimizni hurmat qilib, sport sohasida natijalarga erishishimiz. Chunki bu yo'nalishlarga bizni davlatimiz, hukumatimiz, hurmatli prezidentimiz, yana hurmatli yo'llarni ochib bergan. Mana shu hokimiyatimizga rahmat, hokimimizga rahmat, hokimlarga rahmat. Shunchalik yo'llarni ochib berdilar, mana to'lovlarni qildilar. Hamma yo'llarni butun mana shu Muhammadjon nimalarini ko'tarishdi. Qolaversa, ukalarimiz bor, akalarimiz, do'stlarimiz bor, bizga yordam berib kelyapti bugungacha. Bular ham Xudo xolasa duolar ichida borlar. Shuning uchun hammalaringdan so'rab qolaman, kelajakda mana shu sport sohalari, o'qish, matematika va boshqa fanlar bor. Shu yo'nalishlarda ham YouTube'da bemalol erishsa bo'ladi. Shuning uchun faqat intilish kerak. Hammalaringga rahmat. Sog' bo'ling.